Sergeli tumani Xontepa mahallasidan ikkita yonma-yon bir xil kottejlarimiz sotuvga chiqdi. Hovlisini ham qaranglar, kengina, navesli qilingan, bemalol ikkita avtomobil sig'adi, sanuzullari bor, yashil hududlari ham qoldirilgan. Bu uyimizni fasad qismi taxminan 6-7 metr, uzunligi bo'lsa 32-33 metr bo'ladi. Bu uyimizning ikkita zo'r fishkasi bor. Hozir sizlarga uyimizni obzor qilib beramiz. Shunaqa katta keng koridor bo'ylab kirganimizda o'ng qo'limizda shunaqa kattagina mehmonxonamiz joylashgan. Hovliga qaragan panorama romlari bilan, yorqin ranglar bilan juda ham chiroyli chiqdi. Xonadonimiz bu yerdan ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinamiz podsetkalar qilingan. Bu umumiy sanuzelimiz. Bu tarafda bitta spaylamiz bo'ladi. Razmerlari ham kattagina. Oshxonamiz studiya formatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Atidan havo yaxshi aylanish uchun tepada shunaqa havo tortadigan qilib sharoitlarini qilib ketishgan. Chiroyli qilib o'zingizlar kuxni mebel yasattirib olsanglar bo'ldi. Bu uyimizning birinchi fishkasi bu orqa hovlisi bor. Bu yerda yozgi oshxona qilingan. Qarang, sharoitlarini kompaktligini qilingan. Bu yerda kotelnasi joylashgan bo'ladi. Akkuratni qilib qo'yishgan va undan tashqari mana shunaqa joylar qoldirishgan. Bemalol dachniy stol yoki tapchallar qo'yib, oilaviy dam olib o'tirsangiz ham bo'ladi. Endi sizga uyimizning ikkinchi qavati va yana bitta fishkasini ko'rsatib beraman. Ikkinchi qavatimizga ko'tarilganimizda xonalarning ketma-ketligini tanishtirib ketaman. Bu yerda umumiy sanuzelimiz joylashgan. Yonginasida kattagina master spalnya bo'ladi. Razmerini qaranglar. O'zining ichida garderobnisi bor va sanuzeli bor. Kattagina panorama romlar o'rnatilgan, kichkinagina balkonchasi ham bor. Bu tarafimizda ikkita xonamiz joylashgan. Bemalol detskiy qilib foydalansanglar bo'ladi. Razmerlari ham katta-katta, sifatli aboylar ishlatilgan. Remontlari ham chiroyli, skromniy chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi ancha kattaroq. Endi sizlarga yana bitta fishkasini ko'rsatib ketaman uyimizdan. Uyimizning yana bitta fishkalaridan 3-qavatida kattagina mansarda va terrasasi bor. Mansardaning kattaligini qarang. Yana bitta xona qilib foydalansangiz bo'ladi va bu tarafida kattagina terrasasi bor. Mazza qilib, toza havoda dam olib o'tiriladigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xonadonimizni kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib kelib ko'rishingiz mumkin. Zo'r taklif.